Xullas, ana shuni kesamiz. Chiqim. Men bo'lajak psixologman. Men bo'lajak tadbirkorman, sartaroshman, elektrikman. Maqsad nima? Hayotda yashashdan maqsad va ayni paytdagi maqsad hayotda yashash. Mana telefonni shunaqadir qo'yish iloji bo'lganda qo'lni ko'tarib turib gapirishga qiyinman. Ayni paytdagi maqsad pul topish bo'ladi. Ko'proq pul topish kerak. Ko'p pul, bir hovuch pul emas, doimiy pul oqimi. Bizga doimiy pul oqimi va shu o'rinda jamiyatda o'rin, hurmat, mavqe va obro' kerak bo'ladi. Bizga shu narsalar kerak. Insonlarga shunaqa ehtiyoj bor: obro'lanishga, maqtalishga, boshqa o'ziga o'xshagan mavjudot odamlarga tomonidan maqtanishga, e'tirof etishga odamlarning ehtiyoji bor. Pulga ehtiyoj bor. Nimaga pulga ehtiyoji bor? Uyga ehtiyoji bor, ovqatga ehtiyoji bor, yeyishga ehtiyoji bor, kiyishga ehtiyoji bor, yashashga ehtiyoji bor. Yashash deganda kiyish, birinchisi o'lib qolmasligi uchun bo'lsa, masalan, yeyish, kiyish, uy bo'lsa, ikkinchisi maqtanish uchun, unda ham yeyish, kiyish, yashash, uy. Uni ham maqtanishga bo'linadi. O'sha pul olib keladigan, o'sha ehtiyoj, pul beradigan, o'sha ehtiyojni qondiradigan, xullas, maqtanish uchun birinchi o'rin ehtiyoj. Endi meniki maqtanishga kirmaydi. Men hech maqtanish xohishim yo'q. Men shunchaki maqtanish oxirini bilaman-da. Maqtanishda ma'no ko'rmayman. Shunga maqtanishga qiziqmayman. Obro'chi, obro'ga maqtasa tak. Endi maqtanish, menda ham maqtanish degan tub zamirimda, menda ham maqtanish degan ehtiyojim bor. Masalan, ijodkor odam bo'lsa, uni ijodini ko'rib, maqtab, e'tibor berishga ehtiyoji bo'ladi. San'atkor, musiqachi, yozuvchi, rassom, qo'shiqchi, hamma odamlarda, misol uchun, san'at bo'lsa, bir taraf biznes bo'lsa, bir taraf obro'li bir mansabdor shaxs bo'lsa, hammani maqtalishga ehtiyoji bor. Men bir psixolog, o'zim soham psixolog bo'ladigan bo'lsa, shaharda ichida eng zo'r psixolog degan nom olishim kerak, eng kuchli psixolog degan maqtov olishim kerak, daraja olishim kerak, e'tirof olishim kerak va shu darajaga amalda o'sha ta'rifga loyiq bo'ladigan darajaga chiqishim kerak. O'sha ehtiyoj, o'sha maqsad. Unda maqsad nima desa, o'sha chiqishda maqsad nima? O'sha e'tirofni olish bo'ladi. O'sha maqsad. Va inson eng birinchi maqsadi o'zidan o'zi qoniqishi bo'ladi. Inson o'zidan o'zi qoniqishi, o'zidan o'zi xursand bo'lishi da shunaqa. Psixologiya, energetika, sartarosh hunar, elektrik ham hunar. Ular menda qo'limda bor. Bir yil tajriba, hammasida bir yil tajriba bor.
ko'p emas, usta emas, boshlang'ich, ammo ish olib borsa bo'ladigan, hammasida ham ish olib borib ishlashda davom etsa, uzoq yil ishlasa, yana shu tajriba bilan 10 yil ishlasa, mana shuni doimiy 10 yil uzluksiz ishlasa, professional darajaga chiqish mumkin bo'lgan ikkita ayni paytda yo'nalishim bor sartarosh bilan elektrik. Ikkalasidan ham bir yil o'rtacha bir yil qisqartirib tashlaymiz. Aslida 2 yil bo'ldi ishlayotganimga elektrik, lekin baribir bir yil deb hisoblaymiz. Sartaroshga даже karantin paytidan beri bo'ldi, lekin baribir uni ham bir yil tajribam bo'ldi deb hisoblayman, chunki o'sha 5 yil bo'lsa ham 5 yilda to'laqonli sartaroshlik bilan shug'ullanganim yo'q. Xullas, menda ikkita naq 1 yil tajribali kasbim bor, hunarim bor va yana bitta menda qiziqadigan, men doim miyamda tahlil qilib yuradigan bir yo'nalish bor. Psixologiyani tanladim. Bunga ham shunchaki tasodifan bir videoni ko'rib, o'zimdan ozgina tafakkur qilib qaror qildim va bu yo'nalishga hujjat topshirdik. To'g'ri, qiziqaman. Meni xullas shu mashhur bo'lib ketish, oyni urug'da ichida nega mashhur bo'lib ketish, nega hamma savoliga javob bersak, biz to'g'ri amalda topib olamiz. Shu nega degan hammasini savoliga javob bersak, biz to'g'ri yo'lda topib olamiz. Sartaroshmisan, sartaroshlik nima qilasan? Nega sartaroshsan? Chunki sartarosh doimiy ehtiyoj bor. Konkurensiya ko'p bo'lgani bilan ehtiyoj ham shunga yarasha oshib boraveradigan, hamma joyda kerak bo'ladigan, doimiy bir so'z bilan aytganda xalq tilida o'lmaydigan soha bu. Elektrik ham shunaqa, ehtiyoj doim bo'ladi. Nega ularda rivojlantirish kerak, qiziqish kerak. Qiziqish. Meni kuzatish